Endi Muxtor raisni ko'p yillardan beri taniymiz, bilamiz. Qalbi ochiq, qo'li ochiq. Qayerda bo'lsa xizmatda o'zini bir chetga olmaydi, boshqa qilmaydi. Shuning uchun ham mana juda qiyin masala san'atkorning to'yiga san'atkorlar mehmon bo'lib kelishi. Hamqishloqlar kelaveradi. Lekin san'atkorni hurmat qilsa, tan olsa, bir xizmatini ko'rsa, o'shanda keladi. Mana qarang, Pastarg'om, buyog'i Urgut, buyog'i Pinjiken raisboni borgan sari territoriyasi kattalashib boryapti. Bo'yiga eniga ham cho'zib. Mana endi o'zi ikkita o'g'il edi, bittasiniki oldinroq hal qiluvdik. Shuni mana nevarani ko'rdik, nevarani kiyintirildi. Endi mana nasib bo'lsa bugun ikkinchi o'g'il. Endi mana ancha yuki yengillashib, nasib bo'lsa rais bo'y ham ancha bemalolashib qoladi. To'y egalariga to'y muborak bo'lsin o'g'aylar. Endi nimaga nohar to'ylarda qizasiz juda qiyin. Endi gapirganda Alloh turib ketib qoladi. O'tirib tur va gapni oxirigacha eshit deydigan odam yo'q. Shuning uchun zada bo'lavergandan gapirmay qo'yganmiz nohar to'ylarda. Nima desangiz boya gapda kecha vodiylikda kelgan ekan G'ulomxon berga hali san'at ko'rsatgani, rais bo'l boshchiligida bizlar ham bor. Endi ular askiyasi shundayda. Askiyani tushunib kulish uchun bizning xalqimizda askiya desa o'zi gapirib o'zi kuladiganlar deydi-ku. Nima uchun? Askiyani tushunib kulish kerak edi. Mehnati bor kulgu bu askiya. Shunga ko'pchilik men nimani aytib berdim? Bola kelib dada ayam bilan nima farqingiz bor? Kerak emas menga. Ana keyin nima farqingiz bor ayam bilan? Oyog'imni razmeri necha deydi? 43. Ayagniki necha deydi? 39. Ko'ryapsan farq shu oyoqlar orasida deydi-da. Deb nima qilib keyin nuqul erkaklarni ayollarni maqtaversak erkaklardan shikoyat tushyapti, bizlarni maqtamaysiz deb aytdim. Va sizlarning eng katta maqtovlaring oldinda ekan. Har bir erkak jannatga kirsa 72 tadan haligi hur qo'shib berilar ekan. 72 ta. Undan 70 tasi jannatniki, 2 tasi o'zimizdan bo'lar ekan. Shu gapni eshitgan beri xotin shug'ullanyapti, kim bo'lishi mumkin shu ikkinchi deb. Aytsammikan, o'shada bor bilgani ma'qulmikan. Shuning uchun mana shunday o'tirishimizda o'zi bir katta gap. Dasturxon taomlarni qarang. Endi men juda ko'p joylarga borganman, hech qayerda bizda taomlarda shirin taom yo'q o'g'aylar. Hozir dunyoning 70% dan ziyod aholisi adashganmiz ustoz. Ya men qistirganiga uncha qiziqmayman-da. Birdan olib kelsa, haligi undan tashqari dunyo bo'yicha o'g'aylar faqat bizlarda mevada shiradan tashqari hid bor. Boshqa joylarda yo'q, kuzatilib ya'ni kampirlar chakaga rayhon taqib yuradi, nima uchun? Hidi uchun deydi. Men aytaman, hidi uchun hamki, yerabda gapni eshitib men kampirlarga qo'yib qoldim, chakaga rayhon taqsa betga pashsha qo'ymas ekan. Rayhon taqing o'tiraverami, buvoni betida-da, bu pashsha bilan kurashib ketadi. Nima qilib? Qarang qanday taom. Dasturxonimizda bu safar 15-20% notabiiy narsa bor. Lekin shunday manaman degan davlatlar, to'g'ri solgan davlatlarda aholisi 80% ximika deyapti o'g'aylar. Bu juda katta baxt. Bu bizning yurtimizning nimasi, bu bizning tuprog'imizning sharofati. Bunday tadbirkor yigitlarda bilan nimasi. Bu yigitdan men yaxshi hurmat qilaman. Qarangda shu g'allani bosish edi nonda o'l-ku. Faqat bitta holda ruxsat berilar ekan, singil yoki opaga xizmatga borayotganda bosish mumkin ekan. Men shu yigitni men doim Muxtor raisga ham aytaman, 3-4 ta opa singillar bor. Yugurib yelib hamma xizmatini qilib duosini oladi. Ey begonadan emas, o'zingizlarning duosi bir boshqacha bo'lar ekan. Mana qarang, eri yurtni boshida, tumanda eng ilg'or, hozir viloyatda ham nom chiqarayotgan tadbirkor bo'lib ketdi bu yigit. Sog' bo'linglar. Bu hisob o'tmaydi baribir. Отдельно gaplashishimiz kerak. Assalomu alaykum ustoz. Alibek yaxshi ukamiz. Bu yigit ham menga pul qistirmanglar-da, men damlam jo'rajon. Men pulni nima qilishni bilmay yotibman. Yana kimdir kelyapti. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Shu uchun ana xursand bo'lishimiz kerak shunday yurtda yashayotganligimizga, shunday bir elda vakili ekanligimizga. Mana shunday to'ylarimiz hali kelyapti, domlaga aytdim-da, haligi she'r bilasizmi? Nega yapon hali 100 yil yashaydi-yu, o'zbek uncha yoshga kirmaydi. Chunki yapon bizlarga o'xshab itirib nahorga oshga bormaydi deydi-ku. Lekin tabiatda shundayki, ertalabkini o'zing ye, tushlikni jo'rang bilan bo'lib ye, kechki ovqatni dushmanga ber deganda. Biz kechki bosamiz aynasa shuni nima qilib turib, oqshom bilan to'lg'anib chiqamiz, yaralangan nimaga o'xshab.
Shunga ekan taomlarimizni ko'rib odamlar bahrdil ochiladi. Shunday taomlar nasib etib, shunday bir davra nasib etib turgan o'zi katta gap. Rais bosh sizga, siz boshchiligingizda oilangizga avvalambor sihat salomatlik tilayman. Yoshlarimiz iloyim qo'shaqarib baxtli bo'lsin. Hali qiz bola uydan chiqsa ota bilan ona bargdek qaltirab turar ekanda og'aylar. Nima qiz chiqarganlar ko'pchilik biladi. Shaqa borib tinchib ketsin, shaqa borib o'rnini topib ketsin deb hali bir latifa aytib yuraman. G'ulom siz eshitganmisiz, o'mish kunchiqarga qarab duo qilaverar ekanda, keyin aytayotgan hamsiyasi, "Voy, qiblaga qarab duo qil. Nima bu yoqqa qarab duo qilasan?" desa, "Ansha qilib qizim tushgan meni. Shu tinchib ketsin, keyin Lubay tarafga duo qilaveramiz" deganda. Shuning uchun mana shu yerga tinchib ketsin va Xudo bobolarimiz to'rt tarafga ko'ngil ochib, bemalol duolar qilsin. Mana katta o'g'ildi, o'sha mana sunnat to'yiga kelibdi, mana sunnatini ko'ryapmiz. Iloyim shu yigit kuyov bo'lgandan ham bila bo'laylik. Tinchlik, sog'lik bo'lsin. Men hech shunaqa ish qilmasa kerak shu bolada yurardim men. Bironmarta ko'rmaganman-da. Chiqsa ota bilan ona bargdek qaltirab turar ekanda og'aylar. Nima bu qiz chiqarganlar ko'pchilik biladi. Shaqa borib tinchib ketsin, shaqa borib o'rnini topib ketsin deb hali bir latifa aytib yuraman. G'ulom siz eshitganmisiz, o'mish kunchiqarga qarab duo qilaverar ekanda, keyin aytayotgan hamsiyasi, "Voy, qiblaga qarab duo qil. Nima bu yoqqa qarab duo qilasan?" desa, "Ansha qilib qizim tushgan meni. Shu tinchib ketsin, keyin Lubay tarafga duo qilaveramiz" deganda. Shuning uchun mana shu yerga tinchib ketsin va Xudo bobolarimiz to'rt tarafga ko'ngil ochib, bemalol duolar qilsin. Mana katta o'g'ildi, o'sha mana sunnat to'yiga kelibdi, mana sunnatini ko'ryapmiz. Iloyim shu yigit kuyov bo'lgandan ham bila bo'laylik. Tinchlik, sog'lik bo'lsin. Men hech shunaqa ish qilmasa kerak shu bolada yurardim men. Bironmarta ko'rmaganman-da, shu birovga pul qistirganini, birovga choy qilib berganini gapirib ketsa baqasdan. Juma guruhi Qamardim bilan men Pastarg'omda birinchi tanishgan san'atkor bu yigit. O'shandan beri bu yigit xalq xizmatida va bitta qo'yil qoladigan jihatim tan olishimiz kerak. Shu qanday turgan bo'lsa shunday turibdilar. Bir xil san'atkorlar kiyib o'sha kitib, birlari nariga ham ketyapti o'sha. Bu turibdi mana qaranglar, yigitdek turibdi. Yo'lja omad, sog'lik bo'lsin. Kim yaxshi gap eshitsa kelaveringlar, men gap ko'p. Alibek haqida boshladik. Bu yigitda ham san'ati yaxshi, oilaviy birgalashib. Kerak emas jo'ra, bo'ldi-ku bu ham. Aldashib. Shu 10 ming o'zini qistirmaysiz qo'yib, o'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bu yerda o'tirgan har bir jo'r hazillashdim. Har bir san'atkor haqida gapirsak arziydi. Mana men atalab chaqirib Zohid degan yigit. Ularni qishlog'ining oti bilan cho'panim bo'ldim. Ha, sovqatdim lekin. Bitta yaxshiroq sapashka bo'lsa, yo'q. Ona ko'rsatib havas qiladi. Shuni qilmasangizlar kimligingizni biladi bular. Ha, jo'rajon, siz bu yurtda katta san'atkorisiz. Bizdagi domlanikidan o'tib ketyapti meni, sezyapsizmi? Masjid domlasi ham menga tegalinmayapti. Kuchli bo'lib ketyapti keyingi paytda. Domla hazil qildilar, hammasini berib yubordi. Biz hammamiz ko'tarib olib chiqib ketamiz. Shunga mana Zohid degan yigit, Zafar degan yigit, bu yigitlar bilan ko'p to'ylarda birga xizmat qilganmiz. Ana qishloqlarga oti Qing'ir a? Ikkimizniki bir xil-ku. Bizni qishloqda oti ham Qing'ir, bularga ham Qing'ir. Shuning uchun to'libdi. To'libdi o'sha mana, joy yo'q. Ishlardan olsak yana bitta kissani. Demoqchimanki, bu yurtni ko'p taomini yedik, bu yurtni ko'p hurmatini ko'rdik. Pastarg'om endi avangard hisoblanadi. Samarqandda ko'pchilik katta qo'rg'on deydi, lekin Pastarg'om avangard hisoblanadiki, juda katta bir yangiliklar mana shu tumandan chiqib, shu tumandan tarqab, asosda Toshkentlarga ham she'rdan boradi ko'p narsalar. Nima uchun? Ixtirochi, ijodkor xalq bu xalq. Bir askiya haqida gapirdim-da, e'tibor beringiz, men aytdimki, askiyani tomoshabini tushunib kulish kerak-da, ijod qilish kerak, demoqchi bir gap. Askiyaga kulish uchun ko'p narsani bilish kerak. Mana vodiyda san'atkorlarini, shu askiyachilarda hammasining laqabi bor. Birov eshak, birov ho'kiz. O'zlari biladi uni. Ha, belingda yuk bossinsa kulaveradi endi. Eshak deyapti deb. Biz tushunmaydi, o'sha laqabli yigit xotini tuqqan ekan, roddomga hovlib kirib borib, "Oilalar xotin tug'di" desa, o'tirgan jo'ralardan bittasi erkagidan bitta berasan-da menga debdilar. Askiya shunaqangi narsa. Kecha nimada eshitdim, shogirdga aytayapti, "Rahmat shogird. Ozgina urib o'tsak ham shunchalik hurmat qilib qayerga o'zi gapirib yurar ekansan meni shu odam qildi" deb. Gapirib yurar ekansan deb. Qosh ko'zing otangnikidek. Lekin og'zing kattaligi enangnikidek deb. Askiya bashaqada. Askiya shabola. Ko'pchilik askiyani tushunmaymiz deydi. Men tushunib qo'yapsizmi? Tushuntirib aytish kerak ekan-da. Hali G'ofur G'ulom
tug'ilgan kuniga andijonlik askarchi Abdulhay Maqsim Qozoqov pichoq sovg'a qilgan Shahrixonni pichog'idan. G'ofur G'ulom ham askarchi bo'lgan ekanda, baraka top Maqsim, ataylar men uchun qildirib kelibsan-da debdi-da. Deb kulgu bo'lsa, Abdulhay Maqsim Qozoqov katta askarchi bo'lganda, ha ustoz, niyat qilib sizcha qildirib keldim. Lekin siz ham jo'ralaringiz ko'p dardlar so'rasa berib qo'yman deganda. Asker mana shunaqa, askarni kirgizyapti sekin-sekin. Asker zo'r narsa, plus tushunib turish kerak-da. Ko'p naqa nimalar haligi. Bu Abdulhay, ko'pchilik Yusufjon Qiziqda askarchilarda kattasi deydi, Yusufjon Qiziq askarchi bo'lmagan. U odam sirklarda ishlagan. Biz o'sha 89-yili nimaga Yusufjon Qiziq Shakarjonov nomidagi respublika ko'rigiga borayotganda men izlashtirib bitta asarlarini topdim. O'yinimiz kulgili chiqmaydi-da. Borgandan keyin Yusufjon Qiziqning nevaralari bor, Jamolxon deydi. O'sha masxaraboz kiyimlar kiyib narsa qilaveradi. O'shana kiyim kiygandan keyin u odamlar kulishni boshladi-da. Men nima demak, masxaraboz kulgusi ham bor ekan, shunaqa kulgu. Bizga nima oling aka. Olaman deganga qarshilik qilmayman men. Ya asker shu ketyapman siz yapsizmi? Ikkita odam bo'lsa edi yonimga bosib qo'yishadi. Hali Abdulhay Maqsim 70 yoshga kirganda viloyat hokimi tika sovg'a qilganda, tuman hokimi ot sovg'a qilgan. Otning ustiga o'tirib olib askar qilgan 70 yoshli boboy. Butun O'rta Osiyoni askarchilari o'rab olgan deydi, bir Karim qiziq degani bor O'shdan. Abdulhay Maqsim debdi, ha, deb ko'rgandan sakrab minib oldingiz. Bir qaramadingizdan minib turgan otingiz erkakmi, urg'ochimi deganda, Asakada Ziyo qori degani bor. O'zi qori yigit askarlarga aralashib yuradi, deb aralashib yuradi. Shu turgan ekanman yonida boyaga, ot yonida. Abdulhay Maqsim deb qaraydi. Ya ot urg'ochi pastdan ko'rinib turgan Ziyo qori deydi-da. Respo asker o'tib ketsammi deyman, kulgida askarda ha. Faqat eslash kerak deydi, bu hammasi esdan chiqib qoladi. Eslab nima qilsa aytadigan gaplarimiz ko'p. Mana tilagimizni ham aytdik nazarimda, istagimizni ham aytdim. Do'stligimiz buzilmasin. Shu Xudo qancha umr bergan bo'lsa, shu umrini boricha oyoqda yuraylik. Birovga muhtoj qilmasin, hatto farzandlarga ham. Hech kimga muhtoj qilmasin. Men shuni so'rayman doim, hammaga, o'zimga ham. Nasib bo'lsa, bugun mana uylanayotgan yigitni farzandining sunnat to'yi deydi. Men nikoh to'ylariga ham bo'laylik, bosh bo'laylik deb niyat qilaman. Hammaga sog'lik, salomatlik jo'rlar, charchamaylar. Nohaqda biz qo'shiq aytish kerak-da. Qo'shiqchilar o'tirib turarlik, biz xizmat qilyapmiz. Marhamat, kim bo'lsa